Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Partlagan sükut programımızın 13-cü sanını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli qındaşlar, biz programımızda hammalarga ma'lum biz bu programını başlığandan tatib bugünkəgəcə 13-cü bölüm kəpdik. Xitay təcavüzçülərinin vətənimizdə elib berib atqan şu əşəddi insan təsəvvür qılğısız bu zulümlərini, vəhşiliklərini bevasıta birinci qol şahidlerinden şu yaki özünün beşiği kelgen yaki ailesi kelgen bu musibetlerini, faciələrini ekran arqılıq bu Xitayның vəhşilikini dünyaya içib beriş üçün orunlaşdırıb bugünkü günüge kepdik. Qeyrindaşlarımız gündən günüge cesaret qılıp bu ekranımızga çıkıp kelip oturdu inşallah. Texinbek köp qeyrindaşlarımızın ki bu ekranımızga kep ailesi kelgen, beşiği kelgen bu Xitay'nınki vəhşiliklerini, zulümlerini bugün dünya Şarkı Türkistan xalqıdan, Uyghur xalqıdan bir ispat, dalil talep qılıp atqan bugünkü gündə texim köp qeyrindaşlarımızın kelişini ümit qılımız. İnşallah bugün ekranımızda Yenembek bundan ilgirki programmalarımızda tilg'a ağan faciadan bekirek bir içinişlik faciani bugün afsuski yeni ekranlarımızga keltirimiz. Bugünkü mehmanimiz Mihribangul Qavul hadimiz taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Allah razı olsun. Oldi bilan hamda Mihribangul adam shu sizniki qachon Turkiyaga chiqdilar, vatanda nima sababdan chet elga chiqishga sabab bo'lib qoldi, majbur bo'lib qoldilar. Bu vaqtda sizni biroz tunib o'tsak oldi bilan. Men Türkiye'ye çıkışki sebebimdi. Ben bir adli ticaretçiydim. Kızım Merbiye okuydu mektepte 38'de. Şimdi ondan Ürümçi'de mi? Ürümçi'de 38'de otur mektepte okuydu. Yalan baştak amdi okudu yağlıqnım atkıl koymadı amdi. Namaz okusan yasak dedi. Oğul vallahi cüme günleri bolsa oğul vallahi okuyatkan vallahi 12 yerimden keçik gelini cezaldı. Benim kızım kız bolar, lekin bir vaq namazın peşimde okuyduğum şarat bulmadı. Mektebim keldi, çay içmeyin çapıdı mektepke. Şunu onda ko'nglim yerim bo'lganda, endi bir pasport bücürdüğaş bol, pasportunu bücürüp endi muş kızımni bir azroq bir yaxshiroq mektepte ilg'or. Biz Müslüman bo'lgan keyin azroq bir Müslüman nemisi gibi uygunrak bir okusun, bu kızımni bir çoğunrak hayat okuday deb, Türkiye'ye keldiğinga jabdudim. Türkiye'ye şu kızımni elip meyege keldim. Kelip men keyin bu kızımni orlaştırıp koyup men ketip boğaça arlıqta bu nurgun gaplar boldu. Bu yerge Türkiye'ye kelgende kessek mandanım kudu vaziyet özgerdi o bu degen gap bolub kalıp men ketmey turup kaldım. Kızım işede okuyatıdı, kızım okuyatıdı men. Bizning Sen de vatanın nereden? Vatanın Aqsu'dan. Aqsu'dan. Lekin Ürümçiga yenip kelip o'tiraqlashib qolgan. Ürümçide o'tirdingiz. 2014-yili Ürümchiga kelib o'tirdim. Kızınız Merbiye bilan siz chiqdingiz chiqqan vaqtda, shundaymi? Turkiyaga qanchinchi yili keldingiz Turkiyaga? 2016-yili 5-oyning 27-kuni ishga tushdim. Yani o sizlarning pasport olishinglardagi sababmi Xitoyning 2015-yili bir mezgillik xalqaro bir narsa ko'rish uchun pasport berishni yo'l qo'yib o'tgan vaqtda pasport olishdan. Shu vaqtda, shu dastlab mezgilda, shu Ürümchida turdik, tursaq pasport hal qilishni boshlabdi dedi. Biz uni bizimiz Aqsu'da bo'lgan keyin, ham odam nada bo'lsa shu yerni hal qilgan bo'lgan keyin Aqsu'ga berib, aşağıdan pasportga tizimlatib, qo'ng'injiligiga berib shu pasportni. Yani tuncu bulup chet elga chiqishingizdagi sabab yani şu bir erkin dünyada kızınızı texinbek yaxshi yerda o'qitish uchun qonunli pasportni elib normal yo'l bilan qonunli holatda keldingiz degan gap. Shundoq. Turkiyaga. Va qizingizni o'rlashtirib qo'yib, asli niyatingiz ketmoqchidingiz. Ketmoqchidim. Chunki yo'ldoshingiz u yerda boshqa necha bolangiz bor? 2 yıl balam batım, bir kızım yegendir ekandim, bir kızım kalgan, kızımның yoldaşı var, balları var, ailesi bolganken men öyde, bizim öyde oltağız koyup, hem de şeyge yenip geldim, kızım edip kiçigine. Lekin qaytib ketadigan ketmeştim men. Qaytib ketip boğaçı, yani açtaq şum haberler.
Türkiye'ye berip kelganini uttur Aydurum tut etipdi. Aydurum kelganini o men uy kelgeli qo'ymay tutib, endi so'roq qilib mushta qilibdi degan gaplar bo'lgankin, shuning bilan men qo'rqib ketmadim. Xo'sh. Shu qizim kichik bo'lganki, o bolani bu yerda qo'yib ketamidim, ketsam. Qizimni qo'yib ketamidim. Xo'sh. Endi shu hozir ham qadrli qarindoshlar biz shu ekranga kirishdan burun biraz bu yerga kelish, ekranga chiqishdan burun biraz paranglashdik abay. Endi ikki qizi bo'lib, yana birisi Marbiya qizni o'qitqili kelibdi birinchisi. Ham yana bir qizimizningki ismi nimati? Mahira. Mahira. Endi cho'ng qizingiz o'day Mahira. Cho'ng qizim Mahira. Cho'ng qizni Xitoy ham o'sha qurboniyatning taxnachinchi kuni va tafsilotini so'rayman endi bu. Eng ichinchi bo'lgan hech qanday bir narsaga hayotida aralashib boqmagan. Bu qizningki olib ketib, bu qizning hatto jasadini bilmagan, o'lganligini xabar qilgan gap. Ammo jasadini ta hozirgacha bilmagan gap qadrli qarindoshlar. Xitoyning nejisligi, Xitoyningki bu tajovuzchilik harakati bugun dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki o'tgan qatimliq yig'inidimi numus qilmasdan bizda unda ish yo'q deb inkor qilib turgan Xitoy doiralarininki, Xitoyninki abdi bashirisi bu qadrli qarindoshlar. Bevosita o'zininki qizininki degan da'vosini qilib chiqyapti qadrli qarindoshlar. Biz shu shahid bo'lgan Mahira singlimizningki rasmini ekranga chiqarsam, mana ekranda ko'rib turyapmiz. Shu qizimizga bu vaqtda biraz suhbat qilib bersangiz, bu qanday bo'lib, qanday ma'lumot oldingiz, qachon bo'ldi bu ishlar, tafsilotini so'zlab bergan bo'lsangiz. Allah sabr ato qilsin, Allah shahidlardan qabul qilsin inshaalloh. Qizim shu oilada bola vaqti, kuyovimni o'tgan yil shu azroq bir ishlar bilan aktiv Aqsuda lager solib qo'yibdi ekan. Qizim bolalar bilan shu Urumchida uyda turug'liqdi. Bu yil shu 7 yaqin shu ancha do'stlar chamber keldi, buni binas chiqirdi, bitishib deb buni turtdim. Ya'ni siz bilan aloqalashishga jur'atmi qilinmay, normalda shu aloqalash uchunki hammamizga ma'lum, chet eldagilar aloqalashishni deb chatoq chiqardiganligi. Ya'ni normalda biraz siz bilan aloqalashmay do'stlar chamberiga o'zining saq ekanligini bildirib qo'ydigan, u bu narsadan chiqarib qo'yib kelayotgan tushunami? İşte bu narsa chiqarib qo'yib kelayotgan. Mush 7-oyning 10dan keyin chortli bu narsa chiqolmadi. Chiqolmagan keyin men qizimdan bek ansirdim. Ansirab shu surishtirib hech nadan aloqasini anglayolmadim, xabarni olamay. Shu bir qizimning bir do'stining bir undidoriga gaqqigandim, gaqqisam Mayra batishliq dedi. Men bir xabarni o'qisam bo'ldi, uqolmadim, yo'qolib ketdi qizim 7-oyning 10dan boshlab desam. Şu 7-oyning 8-oyning 17'si şu qizimni mushtaq tutib akitib, 10 necha kun bo'pti tutib akitib, mushtaq shu nima so'roq bardoshlik berolmay shit bo'lib ketibdi deb angladim. Ashta anglab men bek azoblandim. Qizim oila ayoli bola vaqtida navbirimda uyda o'tiribdi. Necha bolasi bor? 6 bolasi bor. Qarindoshim, navrilarning rasmini chiqaraylik. Bizda 6 bolaning hammasini ayrim-ayrim rasmlar bor. Bu ekranga keltiraylik, mana ekranda chiqib turadi. Ya'ni navrilarning cho'ng qancha yosh? 11 yosh. Cho'ng 11 yosh, kichigi? Kichigi 2 yosh. Siz chiqqan vaqtda 2 yoshda shundaymi? Men chiqqanda tug'ilmagan o qizim, kichigi. Eng kichigi 2 yoshda. Men qaytib chiqqandan keyin tug'ildi kichigi. Subhanalloh. Hozir navrilarning nima ekanligi aniq emas. Yani hatta Mahira singlimizningki yo'ldoshi taksi haydayotgan to'g'ri Shuhrat Mehmet. Uning lagerda ekanligini qachon bildingiz? Bilmayman. Lagerda ekanligini bilgan. Uni bir yil bo'ldimi kirib ketgan? Bir yil bo'ldi, bir yil bo'lib qoldi. Hadi yo'ldoshingiz haqida so'zlab bersangiz. Siz chiqib ketgandikanlar kirib ketdim yo'ldoshingizni. To'xti Yusuf. Uni beni uqmadim, qizim uqibdi. Shu dadamning işte akir kitobda shu Xanzuch xat uygun o'tibdi, uygun o'tibdi deb boshladi. Men uqmadim, shu qizim anglabdi. Qizingiz undidorlar boshqalar bilan aloqa shunami? To'xti Yusuf akamizning rasmini ekranga chiqarsak, keynimiz chiqib tursa ekranga. Nima ish qildi yo'ldoshingiz?
ticaret qildi. Ürümçi ticaret qildi. Taksi, mudaqillik mashina, ayl mashinasi batdi. Ayl mashinasini ertesi akşamlar ancha-muncha kira qilib qo'ydi. Ba'zan da uşaq-çek ticaretini qilib qo'ydi. Narsa, paxta, chigit elib sotadi. Xo'sh, endi shu Mahira shahidimiz qizimiz Mahiraninki xabarini ağılısıga hozir bilgan qancha kun bo'lgan bo'ldi? Dushanba kuni oldim, dushanba kuni kechda. O'tgan seshanba 7 oldu. Ma dushanba kuni kechda oldim, namoyshanba. Kechda. Shu vaqtda anlab. Hatta shu endi bu qizni o'ldirib o'tib, uning kendidan bu nejislar bu jasadini bermay, endi xo'p hozir buni tunuydigan qanday odam borkin deb hozir atrofdagi burunduga ochdigan yerdagi kishilardan tekshirib, shuni tunuydigan odam bormi deb tekshirayotganligini dedi Ozabay. Bu vaqtni so'zlab bergan bo'lsangiz, nima ish qilibdi masalan? Soqchilar. Ha, shu qizimni shahid qilib o'tib bo'lib, qizimni so'roqda shahid qilib o'tibdi. Ha, bu kızım ailede balı bakkan lekin başka iş qanday ishlarni bilmaydi. Shit qilib açdaq bir o'ltirib ketdik. Mening qizim hech qanday jinoyati yo'q. Shu so'raqsizki shu ig'ir qiyin qistaqlardan shit qilib ketgan. Ig'ir qiyin qistaq elib açdaq shit qilib ketdik. Mening qizimning hech qanday jinoyati yo'q. Shu opam ketdi, so'ndan ketibdi dedi. Endi degandi masalan. Yana o kesitsiz bir cinayet işte qilib ketmadingiz ki. Shu Xitoy bergan pasport bilan keldingiz ki. Shundoq. Men qonunliq keldim. Ya qechib kelmadim. Men qonunliq bunda sayohat qilgach qizimni bir yaxshiroq o'qish bo'lsa, miyadgini umdaroq bir o'qitay deb keldim. Qizim kichik bo'lgan keyin. U yerda hech qanday bizning bir erkinlikimiz yo'q. Aynan yog'liqni beshiga roman atqil qo'ymaydi. Kaltiyan mayka kiydi maktabning kiyimini. Kaltiyan kiyimiz unumaydı, yağlığın evetimiz unumaydı. Öydün mektep bağıç yağlığın asımı ağırlıkça tilkamrağı çıkıp kalsa onun yeni cazaba. Şununla ben erkin dünyaya berip, muş kızımın azırak kız balı olan keyin bir işbet numusu bilen bir beşik yağlık atıp, bir hukukdaki şaraitki iyi kılay kızımını. Azırak Müslüman olan, Müslüman bir dinli, azırak oktay bilim. Asum deb şunu olamış. Geldim ben kanunluk geldim ayrılan da pasportunu hükümetine badi kanunluk bergen pasportunu elip geldim. Ben ak yoldan kaçıp gelmedim. Açta duruğum benim tuqqalarım, qarindaşlarım eriklarga ruhu solap koydu ayna. Adım bu kızımını öldürüp ölükünümü ayna bermey. Kim tuqqun yokken. Yıkını kim yıkını var bu deb. Yıkını tuqqalarını izleyatkan geldi. Tuqqalarını izlep yıkın kim o deb yıkılırdım açtım. Qiynab qipti yıkılırım sonra qilib qanday to'ynayding, nima aloqang bor dedi. Qadrli qarindoshlar, mana shu dushmanimizningki haqiqiy yuzi bu qadrli qarindoshlar yani. Yani hech qanday bir Xitoyga qarshi bir ish qilgan bir oila emas. Bir sobiq o'tkazgan burunqi buni oilasining bir jinoyati yo'q. Hayotida hech qanday bir Xitoyga qarshi bir ish qilib boqmagan oilaning beshiga kelgan bir kun. Yani bunundan ortiq bir dalil, bunundan ortiq bir hujjat bo'lmasa Xitoyniki qanchalik jinoyatchi ekanligiga qadrli qarindoshlar. Hem de siz hem de birden bir bulanınki meyladır yoldaşınız olsun ve kızınızınki yoldaşı olsun, köyoğlunuz olsun ve altın nevriniz hiç kaysından izleyerek bilmeysiniz. Bilmeyim. Kolunuzda bulanın resimleri eminesiz. Bulanın chet eldeki birden bir dava geçisi, bulanın soruqını kıldığan işkinler chet eldeki şu yeninizdeki hazır kızınız bilen siz kapsızdan bir. Şundak. Bunun için qandaq planınızda qandaq yerlegemde hemmeye bununki soruqını sorap ahırgıcı nima ish qilmoqchisiz? Izdirgini qilman. Ahirgacha biz balalarımdan izdirgini qilman. Nevirlerimni topman. Nevirlerim nerede bilmayman. Elbette bizmi yüz qo'llaymiz qonuniy jihatdan qilishga tegishli bütün arkaysi xalqaro organlar bo'lsin, davlatdagi qonuniy organlar bo'lsin.
ahirgacha bu davaning keyinda turib mengishingizga bizni albatta qo'llaymiz. Bütün xalqimiz qo'llaydi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah bu büyük başınız kelgan bu musibatga Allah sabr ata qilsin. İnşallah bu kunlaringiz bunda o'tib ketmaydi. Rabbim cho'qim bu nejislarninki, bu tajovuzchilarninki mayli dunyoda bo'lsin, buni jazosini cho'qim berdi Rabbim inşallah. Biz ham bütün xalqimiz bularninki bu vahshiylikni oshkorlashga, bu vahshiylikka qarshi harakat qilishga bütün kuchimiz bilan ahirgacha, ahirgi tiniqimizgacha buni yapmamız albatta. Ahirda deydigan xalqimizga deydigan qanday Aç oilda balasını qilib uyda jim o'ltirgan odamni apirib o'ltirib shit qilib o'tadi. Aşındaq benim adam kötürügen siz aşda azaplap hiç qanday günah yo'q qizimni o'ltirib azroq günah o'tkazib qolgan odamni qanday qildi? Hiç qanday günahsız qizimni aşda so'ra qildik deb o'ltirib deb o'lgunim bamsa tuqul yo'qkanda bir qildirini bo'sh qo'ymasa qolgan jinoyat azroq jinoyat o'tkazib qolganini uni qanday qilmoqchi? Oxirgacha so'rqin qilaman, navalarimni istirkini qilaman. Xalqimizga deydigan, chet eldagi xalqimizga deydigan so'zlaringiz. Chet eldagi xalqimiz deydiganim shu qizim uyda jim o'ltirgan odamni ashda o'ltiribdi, aynan shit qilyapti. Men qonunliq chiqqan qichib oqdan chiqib ketmagan. Ashda tursak yana bu qizimni o'ltirib tuqqanlarimni lagerga akirib qo'ydi, bir singlimni akirib qo'ydi, acamning o'g'lini akirib qo'ydi. Lagerda nurg'un tuqqanlarimiz bor, bilmaydigan netisi bor, bilmayman. Bütün tuqqanlar, bütün aşı qarindoshlar, mush chet eldagi muhojiratga jimi qarindoshlar sukut qilib o'ltamay, cho'qim chiqib zulmni anglashimiz kerak. Biz bunda o'ltasaqmi mana? Qizimni o'ltiryapti ayna. O'lgunim bamsa, bolalarim yo'q, ne bilerim, ne de bilmayman. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Ziyaretimizi qabul qilib kelib kelganingiz uchun. Qadrli qarindoshlar, yani nima deyishimizni bilinmaydigan bir nuqtaga, yani bu so'zlarning keyindan boshqa bir so'zni qo'shishning o'rni yo'q deb qarayman. Anglab o'tdinglar qisqagina shaklda. Yani bundan ibrat elishimiz, buni chunqur o'ylashimiz kerak qadrli qarindoshlar. Yani bu chaqiriq, bu nido yetarli deb qarayman inshaalloh. Har birimiz mana shundaq oilamiz kelgan bu ishlarni, bu Xitoyni rezil qildigan, Xitoyning bu jinoyatni echib tashlaydigan bütün yo'llarni cho'qim chet eldagilar buni qilishimiz kerak. Yana chaqiriq qilamiz. İnşallah yana bir qatma boshqa bir suhbatda ko'rishishlar Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.